Bunaqa o'jakni gap yo'q ekan, o'kichi o'jak. Tüfele. Yine. Hem yuvaş öcekini at. 23-iyul 2026-yil. Assalomu alaykum. Xorazm 571 kanalini uzak yaqindan kuzatuvchi yurtdoshlar. Xorazm viloyati Shovot tumani o'sha mashhur ogohiy mahalladamiz. Asadbekni qorasida hurmatli obunachilar ina. Ana bola so'rag'anlar uchun bir dona yekka ma'lum bo'da turibdi. Hurmatli obunachilar, shi ana bolani qo'yib beraman deb turibdi. Ina jonivor 10 kunlik o'kichi o'jaklar. Assalomu alaykum Asadbek. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Beksata? Qalmangiz ishlamlar. Bor bu. Sağlıkla yaxshimi? Xudo xolasa zo'rinan dekkanning uyidan chiqdi axı bu, to'g'rimi? Dekkanning uyidan, dekkanning uyidan olib kelib ko'rsatamiz, parkga olib ko'rsatamiz. Ina. Molimizni arka tomondan yerini xaltalarına qaranglar, hurmatli obunachilar. Jonivorni, yuvashiqlarni 100% kaforatlimiz axı, to'g'rimi? 100%. Любой odamga kelib saqlaversa, o'jakini bemalol andraqadan qo'yaman nishatdan sanam. Ina, jonivorni qaranglar, hurmatli obunachilar. O'jakni gap yo'q ekan, o'kichi o'jak. Tüfele. Yine. Hem yuvaş öcekini at tursan anam. Sağdıraveradi yine. Yuvashligana gap yo'q. Necha litr sut berib turibdi Asadbek? Amanın 10 litr gerek 7-8 litr süt verdi oyna. 7-8 litr sut beradi axı. Malını qarashınsa bor. Endi biz 6 litrni berayo'q shuni. Oldu ana 6 litr, 6 litr. Yelin xaltam. 6 litr 6 emcakli deydi axı, hurmatli obunachilar. Jonivorni. Yerler yine. Batana sığmayaptı görün. Ya çişir komisyon eti. Öcekin özünden hem bilmez mi oyna? Tüfelem semiz top dinlersen. Ya üstten bir karış yine. 10 günlük dediniz mi şunda Xudo xolasa? Öceki oyna bir karış çizsin yine. Üstüne qara. 10 günlük hurmatli obunachilar, molimizni arka tomondan holatlari, yon boshdan holatlari bemalol ko'rsatishimiz mumkin. Yuvashligina gap yo'q molni. O'jakni yuvaring qani. Jonivor tüfelem zo'r. Malni bo'yi hurmatli obunachilar 120 chiqadimi Asadbek? Ha, 120 filipsa qo'yib qo'ying. Foni chiqadi. O'jakni bir 10 chiqadi axir. Yeyishini qaranglar jonivorni. Xo'ran ekan yana. Sakla bir hafta yedi o'g'il. Ina. 3 kun emas, bir hafta. Musulniyman deb turibdi jonivor. 3 kun pishadilar. Narxincha so'm buni Asadbek, chiroyli qilib narxini ayting. Buni chishirib 26 kerakmidi ava? Ha? Bitadan 24 milyondan kaçıp beraman qo'l. Necha so'm qaytamiz? 500 ming so'mga o'tib bilamizmi? Yo'q, uni o'tolmaydi. 300 ming so'm tashang. 200 ming so'm o'tib beraman. 300 ming so'm. Soat bo'yicha besplatni dasturga qilib berasiz. 200 ming so'm pul o'tib beraman. Gelsinlar qo'l xayr ana. Shuning ishindan. Ha, esa soat bo'yicha besplatni dasturga qilib berasiz. Bo'ldi. Ina, hurmatli obunachilar, shunda 23 milyon 800 ga qo'yildi bu, to'g'rimi? Ha, o kichik o'jak Ina, jonivor. Keyinga yer qo'ysang ham bo'ladi. 7 litr sut bor, o'ynab saqsang 6 litr. Endi 7 litr sut ko'pliga tiktar Asadbek. 6 litrni olaversin o'zingizdan ko'rsatib Ha. bermaydi. Yana qaltangiz o'zing yana. To'g'ri, hurmatli obunachilar, molni shu ikkinchi doğushi 10 kun bo'lganda turibdi. Bemalol telefon qilib, molni kelib ko'rib olishingiz mumkin. Jonivorni yeb ichishini bemalol pisandga beramiz. Asadbek, ishlaringizni omad siz esa. Like. Musobaqa salom hammasini. Ina, hurmatli obunachilar, sog' bo'la, salomat, hamma chorvasini barakasini bersin, qo'rasi to'lsin ishinning mollardan.